Assalamualaikum dostlar, yaxşımısınızlar? Ben Sümeyye. Bugün sizlərə turna bilan Türkiyə bilan turna degan kitabni oxudum mən. Türkiyə bilan turna. Bir Türkiyə turna bilan dost bo'libdi. Bir kuni u turnani mehmonga chaqiribdi. Siz bizning kechada mehmon bo'ling. Men sizni bir mehmon qilay debdi. Turna tulkining taklifini qabul qilib, uning uyiga mehmonga boribdi. Tulki mehmonga dasturxon silib, oshni yaypon taxtaga ekibdi. Ikkisi tomoq yeyishga o'tiribdi. Lekin yaypon taxtida turnaning uzun tumshug'iga hech narsa chiqmabdi. Al dostum ye, deb turnani zangli qilib, tulki hammani o'zi yeb bo'pti. Turna bo'lsa tomoq yemay och qolibdi. Lekin buni tulkiga sezdirmaslikka tirishibdi. Tulkijon, silining degandek mehmon bo'ldim. Sizga ko'p rahmat. Endi vaqtingiz bo'lsa, silimi biznikiga berib, bas oldirib, mehmon bo'lib kelsizlar, deb taklif qilib qo'yib ketibdi turna. Ertasi tulki turnaning uyiga mehmon beribdi. Turna darhol tomoq tayyorlab, uni og'ziga egiz go'mziga qo'yib akilib, qani, ilang do'stum, yang, deb tulkini tomoqqa taklif qilibdi. Tulki har qancha qilib boqsimu, og'zi tor go'mzakka uning beshi botmabdi. Tulki nima qilishni bilmay iqishib, tumshug'ini yalab, turnaning yeginiga bezerib qarab turibdi. Do'stum, nimishqa tomoq yemaysiz? Qo'rsingiz to'qmidi? Deb turna tulkini zangli qilib, ko'mzakdagi oshni o'zi pakiz yeb bo'pti. Tulki ochdan-och uyiga ketib qolibdi. Ikki do'st bir-birini shundoq mehmon qilganmikan? Ma'qul. Kishiga qilgan kishida qolmas. Undoq qozoniga mundoq cho'mich. Bir yaxshilik unutilmas, bir yomonlik unutilmas.